Men bosh prokuror nomiga 4 fevral ariza yozib, unda bosh prokurori o'rinbosari yangi tayinlangan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'rinbosar mani qabul qilishi haqidagi arizam edi. Biroq bu arizam 15-boshqarma boshlig'i Alisher Hasanovichga tushibdi. Men undan oldin 3 marta chiqish qilganman internetda, mani qabul qiling deb. Chunki 17 yil, hozir 18 yilga qarab ketyapti, 18 yil. O'z bitimini topolmay kelayotgan 4-08-42-32 son jinoyat ishi va 1-17-39-08 fuqarolik ishi soxta qarorlar qabul qilib kelinganligi. Bu shu fakt bilan isbotlanadiki, qaror qabul qilinishida adashish umuman mumkin emas bo'lsa-da, soxtakorlikka qo'l urib kelingan. Shu bois men shuni aytmoqchimanki, 4-08-42-32 son jinoyat ishi 17 yildan beri o'z qonuniy yechimini nima uchun topa olmay kelyapti? Firibgar Fayzulla Jo'rabekov himoya qilishda tergov boshqarma boshlig'i Alisher Sharafuddinov ichki ishlarda prokuratura tomonidan himoya qilishda Alisher Abdusalomov. Bular ikkalovini firibgar Fayzulla Jo'rabekovga, professional firibgarga o'ziga kasb qilib olgan firibgarlikni tanishtirgan Ibragimov Dilmurod bo'ladi. Tovlamachi, huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ishlab kelib, prezidentimiz, marhum prezidentimiz Islom Karimov tomonidan Toshkent shahar deputatlarini navbatdan tashqari sessiyasida keskin tanqid qilganlari bois Ibragimov Dilmurod Toshkent viloyati sud departamenti boshlig'idan bo'shatib yuborilgan. Nima uchun men gapiryapman? Ibragimov bu devolda menga qo'shni. Bu devolda firibgar Fayzulla Jo'rabekov. Ibragimov men bilan do'st, qadrdon bo'lib yurgan. Mendan yashirib firibgar Fayzulla Jo'rabekovdan manfaatdor bo'lish maqsadida Jo'rabekovni Ibragimov Dilmurod do'sti, o'zini yaqin do'sti bo'lgan, yuridik institutda birga bitta kursda o'qigan Alisher Sharafuddinov orqali
jinoyatini yashirib kelishga erishgan dallol Ibrohimov Dilmurod va prokuratura tomonidan Alisher Abdusalomov himoya qilib kelishida dallol Ibrohimov Dilmurod tanishtirgan Fayzulla Jo'rabekovni. Mana shu bois 17 yildan beri fuqarolik ishi, jinoyat ishlari o'z qonuniy yechimini topolmay kelyapti. Hozirda 15-boshqarma boshlig'i Alisher Hasanovich mana shuncha sarson qilyapsizlar. Nima maqsadda? Balkim Alisher Sharafutdinov prokuraturaga ishga o'tganida siz bilan bir safda ishlab yaqin bo'lganligingiz uchun hozirda Alisher Sharafutdinov sizga iltimos qilganmi? Saydaxonovni chaqirma deb. Shuning uchun men chaqirmayapsizmi? Qanaqa holat? Protsessual hujjatlar isboti mani qo'limda turibdi. Qanday qilib bular ta'sir kuchi bo'lgan bir tomonlama qarorlar chiqarishda ichki ishlarda va prokuratura tomonidan Alisher Abdusalom bir tomonlama qaror ta'sir kuchi shu kungacha qonuniy yechimini topa olmay kelyapti. Shu bois 4-fevralda yozgan arizam asossiz spravka qilib berish uchun 14-boshqarmaga va 12-boshqarmaga topshiriq beribsiz. U o'z yo'lida sizni bu ish faoliyati yuzasidagi olib borayotgan ishingiz. Ammo manda shunday protsessual dalillar bor. U yerda ko'rsatilmagan asli qo'limda. Shu haqida men sizga shularni ko'rsatib asoslantirib berish uchun o'tinib yolvorib meni qabul qilishingizni so'radim. Bu ish yuzasidan korrupsiya holati qatdan boshlanyapti. Bosh prokuraturani fuqarolarni qabul qilish xatlari bo'yicha 24-bo'limdan 5 marta kirgan bo'lsam, siz endi mayli ish bilan zagrojenniy bo'lsangiz kerak. Zamizga duvanay qilyapti. Birinchi xonadagi fuqarolarni qabul qilish bosh prokuror meni oldimda 5 marta qo'ng'iroq qildi. Zanalliga Jo'rabekka duvanay qildi. Olmayapti 5 marta. Bu nima? Sizlar имеете неприкосновенность? Поэтому все вытворяется со стороны 16-е управление, 12-е управление, 14-е управление. Это что у вас? Все это налажено? Преступников укрывать? Теперь не пройдет. Вы забудьте это все прошлое. Я вас очень убедительно прошу. Еще раз, то, что сейчас в данное время вам сделают справку 14-е управление, 12-е управление, это, я думаю, односторонний будет, чтобы защитить мошеннические действия Джурабекова, профессионала. Я на этом заканчиваю.
Я думаю, вы меня примете, Алишер Хасанович, имам Назаров. Правда, но поздно свое возьмет.